Siz qanday muammo bilan murojaat qiluvdingiz? Men endi tizza og'rig'i bilan murojaat qildim. Tizzam og'riyapti, peshonam og'riganiga. Davolanib turardim. Uncha foydasini sezmasdim. Endi shu diyetologga ham qatnashaymikan derdim-u, hech o'zimcha hali ko'rmasdim. Qatnashdingiz, diyetalar, parhezlar qildingiz. Parhezlarni qildim. Qat'iy parhez qildingizmi yo hamma narsa yeb? Yeb. Endi nima qilarganim yo'q. Qattiq qilarganim yo'q. Mashqlarni qildingiz. Mashqlarni qilyapman. Oyog'ingizda o'zgarish qanday bo'ldi? Ancha o'zi ilk kundayoq menga bilindi. Shunda ilk kundayoq ikkalamiz gaplashdik. İlk kundayoq yengil his qildim. Aytganingizki, Shu yo'lda charchamang. Aytganingizki, ilohim sizlarni ham sog'liklaringni butunlay tiklab olishga harakat qilaman, ilohim. Xudo xohlasa.